Jartdagi BB kremdan endi CC kremga o'tdim. Dahshat ekan. Hozir men sizlarga surtab ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum Gangnam Style kanali obunachilari. Sizlar uchun judayam bir yomon xabar bor. O'sha mashhur internetni portlatgan, uchtasi bitada bo'lgan Runa CC kremlarimizdan yana повтор keldi qizlar. Bu safar вообще asal narxladi. Ishoninglar, bunaqa narx hali O'zbekistonda umuman bo'lmagan. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxini aytib o'taman. Bittasini nari dugonamga bergan edim, effektini ko'rib shok bo'lib qoldi. Dr. Jartdagi BB kremdan endi CC kremga o'tdim. Dahshat ekan. Hozir men sizlarga surtab ko'rsatib beraman. Qarsqayn ukam o'tgan tug'ilgan kuniga Nike'dan futbolka sovg'a qilgandim. Lekin bu yil nima sovg'a qilishni bilmayapman. Chunki Qarsqayn ukam armiyaga ketadi. Shuning uchun nima kerakligini bilmayman. Menimcha armiyada hech narsa kerak emas bo'lsa kerak. Bu tonalkani o'rnini bosadi va любой turdagi yuzga mos tushadi. Oq bo'lsangiz ham, qoracha bo'lsangiz ham, chunki sizni yuzingizni rangiga qarab yemirilib ketadi. Va yuzga juda ham yengil o'tirar ekan, shunisi menga yoqdi. Qaynukamga o'tgan yili Nike'da futbolka sovg'a qilgandim, lekin menga bu yili tug'ilgan kunimga yarimta qovurilgan tovuq sovg'a qilgan. Shuning uchun men ham o'ylayman, tovuq olib beraymikindim bu yil. Hech qanaqa tonalka va makiyaj qilib o'tirmaysiz. Bitta shu CC kremni surtasangiz, shunaqa yuzingizni tekis qilib qo'yar ekan. Mana ko'rganinlardek, CC kremga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Qizlar buni hattoki mashhur kosmetologlar ham foydalanadigan CC kremlardan eng asosiysi buni tarkibida SPF-kasi, oqartiruvchi kremi, ajinlarga qarshi kurashuvchi kremi o'zi bilan birga bo'lgan tonalkalardan qizlar. Xullas, bitta gap bilan aytganda, bu tonalkani ishlatgandan keyin umuman boshqa tonalkalarni ishlata olmay qolasizlar. Buni narxiga kelsak, 135 ming so'm. Istanbul bo'ylab barcha shahar va tumanlarga dastavka xizmati bor. Bemalol ishonib zakaz berishingiz mumkin qizlar.